بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muborak Ramazon oyida Alloh taolo qilayotgan ibodatlarimizni, tutayotgan ro'zalarimizni dargohida qabul aylasin. Bilib bilmay qilib qo'ygan gunohlarimiz mag'firat etsin. Bugun suhbatimizning mavzusi nafsni jilovlash najot kaliti deb nomlangan. Bu dunyo sinov dunyosidir. İmtihon dunyosidir. İmtihon oson kechmaydi. İmtihon bor joyda o'ziga yarasha mashaqqatlari, qiyinchiliklari, og'ir sinovlari bo'ladi. Ana shu sinovli dunyoda insonga berilgan, uni ichiga solib qo'ygan bir narsa bor. Bu narsa nafs deb nomlanadi. Nafs insonning eng ashaddiy dushmanidir. O'zining ichida joylashgan. Mening nafsim balodur, yonar o'tga salodur degan xalqimizning gapi bejiz emas. Nafs insonni axir oqibat olovga soladigan narsa, o'tga tashlaydigan narsa. Nafs insonni inson qiluvchi narsa. Inson nafsi bilan farishtalardan farq qiladi. Farishta deb atalmish mavjudotlarda ana shu nafs yo'q. Inson ulardan farqi shu nafsi bilandir. Qaysi bir inson ana shu nafsini jilovlashga o'rgansa, nafsining ustidan g'alaba qilsa, nafsini o'ziga asir qilsa, u farishta darajasiga ko'tariladi. Balki Allohning nazdida undan ham afzal bo'ladi. Nafsini ustidan g'alaba qilganligi uchun. Qaysi bir inson nafsiga qul bo'lsa, nafsining asiriga aylansa, nafsiga mag'lub bo'lsa, u inson insoniylik darajasidan hayvonlik darajasiga tushib qoladi. Hayvon faqat nafsim deydi. Nafsi uchun yashaydi. Uning bu dunyodagi hayotining mazmuni oldiga qo'ygan narsani yemoq ichmoqdir. Shahvoniy harakatdir. Boshqa unda hech narsa yo'q. Qur'oni Karimda bu nafsning 3 ta holati zikr qilingan. Birinchisi inna nafsal ammaratun bis-su'. Alloh taolo dedi: albatta nafs yomonlikka buyuruvchi narsadir. Nafsning tabiati shu. Nafs o'zining sohibini faqat yomonlikka buyuradi. Faqat yomonlikka yetaklaydi. Faqat gunoh ishlarga tortadi. Nafsning qiladigan ishi shu. Shuning uchun nafsni sohibiga hech qancha do'stligi yo'q. U ashaddiy dushmandir. Ikkinchisi nafsi lavvoma deyiladi. La uqsimu bi yawmil qiyamah va la uqsimu bin nafsil lavvama. Alloh taolo qiyomat kuni bilan qasam dedi. Lavvoma nafs bilan qasam dedi.
alloh taolo lavvoma nafs bilan oyat karimada qasam ichyapti. Demak, bu nafsdan murod mo'minning nafsi, ijobiy ma'nodagi nafsdir. Lavvoma degan so'zning ma'nosi nima? Lavvoma degan so'zning ma'nosi malomat qiluvchi degan. Bu nafs o'zining sohibini malomat qiluvchi bo'ladi. Qanday? Bir gunoh qilib qo'ydi inson. Nafsi qilgan gunohiga uni malomat qiladi. Bekor qilding shuni. Erta qiyomatda bu gunohingga javob berasan. Alloh taoloning huzurida qanday bosh ko'tarasan? Undan uyalmaysanmi? Undan hayo qilmaysanmi? Uning azobidan qo'rqmaysanmi? deb nafs o'zining sohibini malomat qiladi. Bu yaxshi holat. Va qilgan savobli amaliga malomat qiladi. Qanday? Bu savobli amalni ko'proq qilishing kerak edi. Kam qilib qo'yding. Yana qilishing kerak edi. Mana shu savobli ishda doim bardavom bo'lishing kerak edi. Chunki savobini o'zing ko'rasan. Uning rohatini o'zing ko'rasan. Uning savobini qiyomatda hech kimga bermaysan deb sohibini qilgan savobli ishlarida malomat qiladi. Mana bu nafs yaxshi nafs. Nafsni jilovlagan mo'minning nafsi ana shunday bo'lib qoladi. Nafsi lavvomaga aylanadi. Uchinchisi Qur'oni Karimda zikr qilingan nafs an-nafsul mutmainna deyiladi. Alloh taolo dedi: "Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila robbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Mutmainna nafs, xotirjam nafs, mu'mina nafs, Alloh taoloning taqdiriga, qismatiga rozi bo'lgan nafs. Bu ijobiy ma'nodagi nafsdir. Ana shu nafsimiz tarbiya bilan mutmainna nafsga aylanadi. Mutmainna nafsga qiyomatda Alloh taolo ana shunday xitob qiladi: "Ya ayyatuhan nafsul mutmainna." Ey mutmainna nafs, ey xotirjam nafs, irji'i ila robbiki radiyatan mardiyya. Robbingga qayt, rozi bo'lgan holingda va rozi qilingan holingda. Fadkhuli fi ibadi, bandalarimning qatoriga kir. Vadkhuli jannati, ular bilan jannatimga kir der ekan. Bu xitob mutmainna nafsgadir. Demak, mo'min banda ichidagi dushman bo'lgan nafsini tarbiya qilib, u bilan kurashib, uning ustidan g'alaba qilib, uni jilovlab, ana shu mutmainna nafsga aylantiradi. Albatta, Alloh taoloning yordami bilan. Bu mashaqqatli ishga banda o'zi erisha olmaydi agar Alloh muvaffaq qilmasa. Alloh muvaffaq qiladi, niyatini to'g'ri qilganligi uchun, xatti harakat qilgani uchun, nafsi bilan mujohada qilgani uchun. Ana shu holatga erishadi. Demak, mo'min banda o'sha ichidagi dushman qilib yuborilgan nafsga qanoat qilib, "Ha, endi nafsim shuni xohladi-da" deb unga bo'ysunib yuravermasdan uni tarbiya qilishning harakatida bo'ladi. Uni jilovlashlikning harakatida bo'ladi. Uning xohishlarini jilovlashlikning harakatida bo'ladi. Va amma man khafa maqama rabbih va naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kim Robbisining huzuridagi turishdan qo'rqsa, qiyomatda Robbisining huzurida turishlikdan qo'rqsa,
va nafsini xohishidan qaytarsa, nafsning xohishlariga qo'yib qo'ymasa, uning qaytib boradigan joyi jannat bo'ladi dedi Alloh. Ana shuni mo'min banda orzu qilib yashaydi. Ana shunga erishishlik uchun harakat qiladi. Nafsini yengishlikka harakat qiladi. U bilan kurashadi. Uning asiri, uning quliga aylanishidan ehtiyot bo'ladi. Banda bu holatga erishmoqlik uchun Alloh taolo unga ro'zani farz qildi. Ro'za ibodati bilan bu narsa qo'lga kiritiladi. Ro'za ibodatida nafsni jilovlash bor. Nafsning ustidan g'alaba qilish bor. Chunki nafsning eng katta quroli yemoq ichmoqdir. Uni ana shu eng katta qurolidan mahrum qiladi. Nafsning eng katta imkoniyati bu to'qlikdir. Ana shu imkoniyatini barbod qiladi. Yemoq ichmoqdan tiyadi nafsini jilovlaydi. Nafsi ro'za tutgan yegisi keladi. Ishtahalar tortadi. Ya, o'zingni bos deydi. Hali vaqt bor deydi. O'zingga bos deydi. Nafs tamom bo'ladi. Nafs uchun berilgan eng katta azob uni yemoq ichmoqdan mahrum qilishdir. Ana shu bilan inson nafsining ustidan g'alaba qilishlikka o'rganadi. Ro'za ibodatida banda ana shu maqomning egasiga aylanadi. Qolaversa, nafsini jilovlagan odam bilan nafsiga qul bo'lgan odamning o'rtasida farq juda katta. Juda katta. Mo'min musulmonlar bu haqiqatni anglaydilar. Nafslarni jilovlashni harakatda bo'ladilar. Qo'llaridan kelgan ishlarni, amallarni qiladilar. Va bu baxt, bu saodatga albatta erishadilar inshaalloh. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Allohumma arzuqna ilman nafi'an wa lisanan zakiran wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala. Sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.